Nima buzildi, nima g'ichirlayapti? Ovqat yeyapsan meni. Zebo, ovqating tayyor bo'ldimi? Devam bo'ldimi chaqirsam chiqmadingiz? Qanaqa chaqirding? Qo'mitaga ovqatga chiqing deb. Bunaqa baland gapirma, qo'shnilar o'likka qoradi Zebo. Bugun sen bilan bitta kino ko'ramiz, ha? O, nima yeb ko'ramiz, davay. Shuni yemasdan ko'rsak bo'lmaydimi? Men nimadir yemasam kinoni tushunmayman ma'nosiga. Pulitni yema. Zebo, meni dardimni eshitmasang bo'lmaydi. Xullas, xo'jayin bilan chiqish olmaymiz. Oylik past. U ishda ishlab 1-2 so'm orttirib bo'lmaydi. Shunga ishdan ketmoqchiman. Narsa yozsanmi? Senga dardimni aytolmay eshit. Shunga mashinani sotsak, kreditlar to'lasak, uni ustiga kvartirani pulni so'rab yotibdi. Bu bilan ham bu turishda urushib qolam. Zebo! 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 Bu qiz yana qayerga berkib narsa yotgan bo'lsa, ha? Nima bu? Lapsha bilan kalbasan? Bo'pti, yaxshi o'tir. Umid aka, kelishda marako olib keling, yegimiz kelyapti. Bo'ldi. Hozir olib kelaman. Dastan, biz bolamizga. Qanaqa bo'lamizga? Itginu bizaga deb. Yo'q, men o'zimning ichimdagi qurtlarim, bakteriyalarim hammasini etkaydim. Ko'rdingizmi? Faqat o'zim o'ylamayman, ko'pchilik o'ylayman.